kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, kirganimda bir narsa bo'ldi. Nima edi bu? Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar bizlar. 1000 ta bo'lishmasa kerak. Ay, hali 100 ta bo'lmadik do'stlar. Agar men do'stlar bu yil fevralgacha 1000 ta bo'lsa, men sizlarga har bitta obunachimga 100 mingdan beraman deganman. Lekin hali bo'lganingizda yo'q, 1-fevralgacha deganman. 2027-yil. 2026damiz do'stlar, hozir 1 yil vaqt qoldi. Ya bu narsa qiziq ekan. Qancha teshib ko'raman. Voy. Ana shekilli. Do'stlar, buni bo'lib qo'yinglar iltimos. Do'stlar, bu videoni men sizlarga uchun olganman. Do'stlar, pashta boru 100% dan 70% obuna bo'lganingizda yo'q. Shunchaki ko'rish, obuna bo'lmasa o'tib ketish bilan. Iltimos do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Qana ketdik. Do'stlar, iltimos faqat qishloqmi? Qishloq. Chunki mana bu uy tanish. Ha, bitta qishloq. So'p qishloq yo'qmi? Bu endi qayerdan keldi do'stlar? Kimdir qurmaydi barmi? Yoki yalmoq uyimikin, ha do'stlar? Bilmadim. Do'stlar, faqat obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Qani ketdik. Do'stlar, keyingi videoman zo'r qishloqda video olaman. Hozir shunchaki obuna bo'lishingizga haqida ma'lumotlar berdim. Lekin do'stlar, nima demoqchiman? Kommentariy yozib qo'yinglar do'stlar. Kommentga qarab qayerda video olishimni aniqlamoq bu yo'qda ekan. Do'stlar, kommentariyada qishloqda deysizlarmi, Shangarzordami, yo'lbarslar orasizlarmi? Qayerda olishimni ayting yoki qordami? Do'stlar, aytib qoldiringlar faqat iltimos. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Keyingi videoda xayr. Hozir obuna bo'lib qo'yinglar, men keyingi videoda sizlarga sovg'a beraman. Faqat komment yozinglar.